Olmon akademiyasi rekordlarini yangilashda davom etmoqda. 2025-yil uchun diades stipendiyatlar ro'yxati e'lon qilindi. Eng quvonarlisi, o'tgan yili 40 ga yaqin kandidatdan 6 tasi Olmon akademiyasi a'zolari bo'lgan bo'lsa, bu yil 29 ta kandidatning naq 7 tasi Olmon akademiyasi a'zolari bo'ldi va bu O'zbekistonda mutlaq rekorddir. Bu yutuqlarga erishishimda birinchi ota-onam, keyin ustozim Jamshid akaga alohida rahmat aytaman. Shu imkoniyatlarni yaratib bergan ota-onamga va ustozlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Qo'yganimni eshitdim va ishonmadim. Keyin Jamshid aka hamma hujjatlar kelganini aytgandan keyin ishondim, emosiyalar zo'r bo'ldi. Bu kursda yutganim men uchun juda katta imkoniyat, chunki men u yerda nafaqat tilni, balki tibbiyotni ham o'rganishim mumkin. Bu stipendiyadan Olmon akademiyasida o'qigan birgalikda o'rtoqlarimiz bilan Germaniya shaharlarida doktorat o'rtoqlarimiz bilan birgalikda kashf qildik. Bu stipendiyaga topshirishim birinchi marta emas. Bu yil Berlin shahriga bilan o'tdim. Bu yerda yangi do'stlar va tajribalar orttirishni rejalashtirdim. 2026-yilda o'z rekordimizni yangilashga harakat qilamiz. Agar sizga ham shunaqa yaxshi natijalar kerak bo'lsa, Olmon akademiyasidan